Selam dostlar. Men TikTok qarab o'tiram. Siz TikTok narsa ekanini bilasizmi? Ham o'zingiz unda kliplar tushirasizmi? Bugungi chiqarilishimiz naq mana TikTok bilan bog'liq bo'lacak. Ham bugun men sizni top 5 eng qiziqli Rossiyada yashovchi TikTok blogerlar bilan tanishtiracakman. Ketdik. Birinchi blogerimiz Dida Sayeva. U Rossiyada eng populyar TikTok bloger. Uning akkauntida 12 milliondan ortiq podpishchigi bor. Ham uning top fishkasi u qo'shiq bilan Nutella ashiy. Ikkinchi blogerimiz Dinaning yaqin do'sti Rahim Abramov. Uning 8 milliondan ortiq podpishchigi bor. Ham bu bek qiziqli TikToklar tushira. Qiziqli fakt, Rahim TikTok'ni tugul, o'zining treklarini chiqara. Uchinchi blogerni bilmagan kishi yo'qdir menimcha, chunki u hali Instagramdan boshlab Vine tushira boshladi. Ham hozirgi vaqtda TikTok'da uning 7 millionga yaqin podpishchigi bor. Ham u Karina Cross, u bek qiziqli Vine'lar, ham shulay qiziqli videolar tushira. Hozirgi vaqtda TikTok'da TikTokerlar uylari bek populyar. Ham Rossiyada eng populyar TikToker uyi u Dream Team House deb ataladi. Ularning 5 millionga yaqin podpishchiklari bor. Kirib qarag'iz. Ham 5-chi mening yaratgan TikTokerim ham jirshi Igor Krit. Uning 6 millionga yaqin podpishchigi bor. U o'zining jirlarida da, boshqa jirlarga da videolar tushira, ham qiziqli montajlar yasay. Kirib qarag'iz tezroq, ham like qo'yishni unutmag'iz. Do'stlar, men sizning bilan sog'lashishga unutdim. TikTok qarag'iz, kliplar tushirig'iz, eng muhimi Shoyan TV turundan unutmag'iz. Bugungi mana shular edi. Sog' bo'ling'iz.